2 yildan beri menda shu g'uriylar bor, ammo bular achishadi, qichishadi, og'riqli. 2 yildan beri doktorlarga bordim. Vaqtincha ketadi, keyin yana уже chiqib ketadi. Ko'p dermatologiya markaziga borganman, yangi Toshmaydiga. Uzog'i bilan 2 hafta yaxshi bo'lib turadi, yana toshadi. Dieta qilaman, dieta yozishadi. Kojunilarga ham borganman, har xiliga. Endokrinolog, ginekolog hammasidan lecheniya olganman, lekin baribir toshadi. Hamma ishlarimni kuzatib, hammasi rezultati bo'lgani uchun kelganman. Lekin hammasi o'zi Allohdan, lekin aytganman, bitta shu irodib qoldilar, shularga boraman. Agar foydasi bo'lmasa, hech qanaqa doktorga bormayman deb aytganman. O'zim shunaqa deb kelganman shu yerga. Kelib o'zlariga ham aytganman. Avvalam Allohdan, agar yaxshi bo'lib ketsam sizdan, bo'ldi. Agar sizdan ham yaxshi bo'lmasam, hech qanaqa doktorga bormayman deb aytganman. Keyin Xudo xolisa hammasi yaxshi bo'ladi deganlar. Chunki shunaqa samimiy muomalalari rosa yaxshi, zo'r, chiroyli kutib olib, chiroyli jo'natadilar. Bundan xursand bo'lamiz. Shunaqa odam ko'pligidan, patsient ko'pligidan ertalab kelib, obeddan keyin kirgan vaqtimiz bo'lgan. Shu bitta shu taraf, endi ularga ham bog'liq emas, endi qanday patsientlar ko'p. Chiroyli qilib bir chekkadan qabul qiladilar. Lekin rezultat kutishga arziydi. Ketgan vaqtingizga aytmaysiz rezultat bo'lgandan keyin. Rezultat bo'lmaganda shuncha patsient kutib o'tirmasdi, shuncha soat. Irodipamga ham kattakon rahmat aytgan bo'lardim. Har doim shunaqa go'zal bo'lib yurishlarini, oilalarida erkatoy ayol bo'lib yurishlarini, doim shunaqa chiroyli bo'lib yurishlarini tilab qolaman.